Putin birinchi marta so'z ochdi. Ozarbayjon samolyoti fojiasi ortida nima bor edi? Urush tugadi. Hamas rahbari tarixiy bayonot berdi. Endi nima bo'ladi? Moskva yangi qoida joriy qildi. Qozog'iston Rossiya ustidan shikoyat qildi. Dushanbe markazida Moskvaning qudrati, Putinning xavfsizlik bazasi ortida nima bor? O'nlab milliardlar kimning cho'ntagiga ketyapti? Babish Yevropa qurol sxemasini fosh qildi. Dron devori yoki harbiy peshma-peshlik Yevropa chegarasidagi yangi strategik tanlov. Putinning tashakkuri ortida nima bor? Tojikiston va Rossiya o'rtasidagi madaniy ittifoq siri. Putin birinchi marta so'z ochdi. Ozarbayjon samolyoti fojiasi ortida nima bor edi? Tojikiston poytaxti Dushanbeda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida tor-doirada uchrashuv bo'lib o'tdi. Suhbat davomida ikki davlat rahbari o'tgan yil dekabr oyida Rossiya osmonida sodir bo'lgan Ozarbayjon samolyoti fojiasi haqidagi tergov natijalari va ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qilishdi. Vladimir Putin suhbatni fojia mavzusidan boshlab ilk bor bu masala bo'yicha batafsil rasmiy izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, tergov yakuniga yetgan va hodisa sabablari aniqlangan. Fojia bir necha omil bilan bog'liq. Birinchisi, fojia kuni Rossiya havo hududiga Ukraina tomonidan 3 ta dron kirib kelgan. Ikkinchisi, Rossiya havo mudofaa tizimidagi texnik nosozliklardir, dedi Putin. Rossiya prezidentining aytishicha, samolyotga otilgan 2 raketa to'g'ridan-to'g'ri tegmagan, balki 10 metrcha masofada portlagan. Shu sababli layner asosan raketa parchalari ta'sirida zarar ko'rgan. Uchuvchi buni qushlar to'dasi bilan to'qnashuv deb o'ylagan va bu ma'lumot qora quti yozuvlarida ham aks etgan. Putinning ta'kidlashicha, Rossiya tomoni hodisani chuqur o'rganib, haqqoniy va xolis xulosa chiqaradi. Bunday barcha mutasaddilar harakatiga huquqiy baho beriladi hamda halok bo'lganlar oilalariga kompensatsiya beriladi. Yana bir bor takrorlayman, biz siz bilan boshidan kelishib olganimizdek bizning vazifamiz sodir bo'lgan barcha voqealarga xolisona baho berish va haqiqiy sabablarni aniqlashdir. Biroq bu ma'lum vaqt talab etadi. Yakuniy xulosaga kelish uchun yana biroz vaqt kerak bo'lishi mumkin. Umuman olganda, men sizga asosan uchrashuvimiz arafasida kecha yoki o'tgan kuni menga ma'lum qilingan narsalarni bayon etdim. Hatto ochig'ini aytsam, bugun tunda Moskvaga qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha tafsilotlar bor yo'qligini so'radim. Bilgan narsalarimni deyarli barchasini sizga aytib berdim, dedi Rossiya rahbari. Urush tugadi. Hamas rahbari tarixiy bayonot berdi. Endi nima bo'ladi? Harakat vakili G'azodagi urush uzil-kesil yakunlangani haqida AQSh va vositachilardan kafolat olinganini aytdi. G'azodagi Hamas muzokaralar guruhi rahbari Halil al-Hayya o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi bitim kuchga kirganini e'lon qildi, deb xabar berdi Reuters. Al-Hayyaning telemurojaat bilan chiqqan bayonotida aytilishicha, Hamas G'azodagi urush uzil-kesil yakunlangani haqida AQSh va vositachilardan kafolat olgan. Biz bugun urush tugagani va doimiy otash kesim boshlanganini e'lon qilamiz.